Xudo xolasa bugungi ishlarimizdan Uzoqishloqda akamizga bitta eshik shturomlar qilib berganmiz. Old fasadlariga, darvozaxonasidan kirovichlariga shunaqa shatlankalar bilan chiroyli qilib yopib berganmiz. Podgonilari bilan bu tomonlari ham, chorroq tomonlariga ham Xudo xolasa cho'tga ochilib yopilishlari podgonilari bilan pena blok joylarga nima bilan qotiramiz degan savol bo'ladi ko'p joylarda. Bunga montajniy planka mekka pona tiqib turib, betdan samaraj urib qo'yiladi. Shunda nima desam bo'ladi, oddiy samarajdan ko'ra mahkamroq bo'ladi, yaxshiroq ishlaydi. Ishimizni yopishlari Xudo xolasa shatlanganlardan tirqlagan yo'q. Kim uchun xizmatlar kerak bo'lsa, terasga murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha ishlarni chiroq bitkazib beramiz.